Assalomu alaykum Instagram obunachilarim. Borib ko'rsak bo'ladimi, rostmi, yo'qmi deganlar, qanaqa sifati deganlar. Men effekt bilan, montaj bilan video ola olmayman. Mana ko'rishinglar mumkin tayyor holatini, taxtalarini, yasalish jarayonini, mana ochilishini, mexanizmlarini. Bular prujina ishlangan. O'tirib ko'rasizmi, sakrab ko'rasizmi? Nima qilib ko'rsangiz ham sifati xuddi mana shu ideal bo'ladi. Chunki bu yerda montaj yo o'zgartirish yo bir narsalar fake xabarlar yo'q, boricha ko'rsatyapman sizlarga mana. Bemalol mana o'tirganingizda. Mana prujina. Har xil rasvetkasi bor. Mana chexollarimiz, simlari o'sha kravatga qo'yiladigan mana shu prujinasi bo'ladi mana hozir. Mana shu prujina qo'yilib, xuddi mana shu matolar qo'yilib, tayyor holati mana shunaqa bo'ladi. Hech ham xavotir olmanglar, quruq gubkani o'zi emas. Mana seximiz, ishlanayotgan jarayonimiz. Mana mexanizmlari tayyor. Mana ko'raverasizlar. Tayyor holati shu.